Xo'sh, o'rgimchak odam, tayyormisan? Tayyorman janob usta. Xo'p do'stlar, bu qisqacha mazmun bo'ladi. Hali bu YouTube'ga chiqadimi yo'q bilmadim, lekin bu kino o'zbek tilida mavjud va kinolar izlaydi bot orqali bemalol topishingiz mumkin. Uni bizning profilimizdan yoki opsiyanemizdan topishingiz ham mumkin. Qisqasi do'stlar, videodan qisqacha mazmun mana bunday ko'rayotgan bo'lsangiz, xalq bilan urushib ketyapti bu yerda. Sizlar filmda ko'rgansizlar. Qanaqadir samuray xalq, qanaqadir yana chayon 3 ta dushman bo'lib ketadi deb yo'q, aksincha uni dushmani bitta chayon bo'ladi, chunki chayon bu yerda asosiy dushman bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, videoda hazilomuz kelib ketgan. Buni albatta katta kinosida ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Bu yerda hozir ayolni ham boshqalarni ham chayon boshqaryapti. Mana o'zi chayonni ham olib ketayotganini ko'rsatyapti askar. Askarga ham gap aytgan bu yerda. Buni ham o'zbek tilida bemalol topishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, bu yerda mana endi bu yerda chayonni qiz boshqaryapti. Xalqni ham chayon boshqardi, ayolni ham chayon boshqardi, qizni ham samurayni ham chayon boshqaradi. Ya'ni qiz mana bu yerda hozir Peter Parkerning miyasiga kirib, hayotini ko'rib chiqmoqchi bo'ladi. U yerda esa Peter Parkerning o'gay onasimidi, xolasimidi o'sha ko'rinib qoladi. Qisqacha qilib aytganda, bu yerda eng katta yozuv chayon qilib qo'yadi, chunki chayonni zahri o'tkir va u odamlarga ta'sir o'tkaza oladi. Shunday ekan qilib Peter Parkerning dushmanini ko'paytirib qo'yadi. Aksinchasi bitta dushman bo'ladi, ya'ni u bo'lsa chayon. Videoda ko'rayotganingdek qiz bilan ana u Peter Parker anaqasi gaplashyapti xolasi. Xullas do'stlar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib qo'yinglar. Prosta to'liq kinoni bemalol o'zimiz Telegram kanalimizga o'tib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.